Kimni yuragidan urgansiz? Kimni yuragidan urdingiz? Taro shaxsiy rasklad kerak bo'lsa, Fortuna 20-25 ga yozasizlar. Kimni yuragidan urgansiz? Siz kimni yuragidan urgansiz? O'zingiz bilib turibsiz, hozir bizni ko'rib turgan. Bu sizdan oylikka yoki yilga kichkina, yosh bo'yicha yoki oylik bo'yicha kichkina ishlaydi. Mehnatkash, mehribon, liderstvo buni ishxonada eshitishadi. Yoki bu qandaydir psixolog bo'lishi mumkin. Yoki bu o'sha ishxonada, ya'ni oddiy kichkina ish emas, bu o'sha ishxonada bu boshqaruvchi. Yoki endi ishini boshladi. Yoki bunda, ya'ni boshqaruvchilik qobiliyati bor. Yuragidan urgansiz. Bu sizni kuzatyapti, qizg'anyapti. Yana nima qilyapti? Sezdirmayapti kuzatyaptganini. Sezdirmayapti. Yana nima deb o'ylayapti? Sizda kimdir bor, u sizni juda ham yaxshi ko'radi. U sizni juda ham yaxshi ko'radi. Влюбленный kartasi. Xo'sh, yuragidan uribsiz rostdan ham. Xo'sh. Ha, u sizni kuzatadi, lekin o'zini emotsiyalarini yashiradi. Ya'ni sizni yaxshi ko'rishini haqida ochiq oydin gapirmaydi. Unga kerakli inson ekanligingizni ochiq oydin gapirmaydi, yashiradi. Har tomonlama yashiradi. Sezdirmaydi. O'zini emotsiyasini o'ziga, ya'ni ichiga yutadi. Juda qo'ldan kelguncha yashiryapti. Ishga boradi, ishga keladi, sarkizda ko'p o'ylaydi. Nima qilayotgan ekan? Nimalar qilyapti? Kim bilan gaplashyapti? Kimga e'tibor qilyapti? Bu bekimi точно bu topgan. Bu kimgadir e'tibor qilyapti. U menga qiziqmay qoldi. Bu sirni baribir bilib olaman deyapti. Bu sirni baribir bilib olaman. Kim uni mendan sovutdi deb o'ylayapti. Ha, xuddi shunaqa o'ylayapti. Yuragidan uribsiz, yomon uribsiz, yuragidan. Qozi ishlayapti, yonida boshqa ayol yo'q. O'zini ishlari, o'zini oilaviy mas'uliyati bilan o'rab. Qozi transformatsiya ketyapti va sizni juda ham sog'ingan. Juda ham. Ketvorkimichi, gaplashmayapsizlar hozir. Sizni kuzatyapti. Qanaqa qilib yarashish yoki qanaqa qilib gaplashish holatini, variantlarini o'ylab ko'ryapti. Siz u uchun boshqacha olamsiz. Unga yoqadigan olamsiz. U siz bilan o'zini tirikdek hisoblaydi. U sekin-asta rivojlanadigan imperator.